milletning erkinlik sadosi, yorlangan yuraklarning nidosi, bo'g'ilgan ovozlarning sirdishi, da'vogarlarning simosi, izdinish munbiri, siz ve mening ovozimiz Sharqiy Turkiston ovozi. Assalomu alaykum hurmatli Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Anglayotganinglar Sharq Turkiston ovozi to'r radiosining xabar va mulohaza programmasi. Bugungi anlatışımızda oldi bilan qisqa xabarlar, andın radiomiz muxbirining Uyg'urlarning ma'naviy onasi, Uyg'ur milliy davosining lideri hurmatli Robiya Qodir xonim bilan ilib borgan suhbat programmasini sunamiz. Tuvanda qisqa xabar anglatish programmasini anglaysizlar. Yaqında ijtimoiy taratqularda Uyg'urlarga tunishliq bo'lgan donliq tibbiy fanlar olimi Xolmurod Qo'purning Xitoy tajovuzchilari tarafidan atalmish tarbiyalash lageriga tutqun qilingandan keyin noma'lum sabablar bilan u yerda o'ldirilganligi to'g'riliq xabar tarqalmoqda. Xolmurod Qo'pur 1993-yili Rossiyaning Sankt-Peterburg tibbiy universitetida doktorlik unvoni olgandan keyin Urumchiga qaytib kelib tibbiy sohada xizmat qilgan. 1996-yili Avtonom rayonlik Uyg'ur tibobat doktorxonasining mudiri. 1998-yildan boshlab Sharq Turkistondagi tibbiy universitetning muavin maktab mudiri va mudiri bo'lib ishlagan edi. 15-may kuni Turkiyaning Qaysari shahridagi Uyg'ur mahallasi va atrofidagi qarindoshlarning birlikda uyushtirishi bilan 2 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan 600-700 atrofida Uyg'ur bolalari Ramazon munosabati bilan ko'ngil echish va sayr qilish faoliyatiga o'rlashtirildi. Vatansiz qolgan, dili sungan suyumli Uyg'ur bolalari bu faoliyat davomida haqiqiy mehribonlik, sevgi va mehr-muhabbatni his qildi. TRT muxbiri naq maydonga kelib xabar berdi. Turkiyadagi muhojir ishlarga mas'ul qisman rahbarlar naq maydonga kelib, bolalarga Turkiyaning o'z yurti ekanligi, bu yerda o'zlarini hargizmi yot his qilmasligi kerakligini ta'kidladi va umoq farzandlarga go'zal bir kelajak tiladi. Sharq Turkistonda 2017-yildan boshlab avj olishga boshlagan Millatlar Ittifoqligi va tuqqanlashish siyosiy shuari har qaysi joylardagi Xitoy kadrlarini tuvanga tushishga, shuningdek o'zlari turishliq joylardagi Uyg'ur oilalari bilan tuqqanlashishga rag'batlantirgan edi. Bu yil kirgandan boshlab bu xildagi tuqqanlashish faoliyatining o'tgangiga o'xshash oyda bir qatam yo'qlab berish bilan to'xtab qolmay, muntazam holda shu oilalarda yeb ichish, yetib qo'pish, shu orqali bir oila bo'lishni ishga oshirishni talab qilayotganligi ma'lum. Xitoy axborotlari bo'lsa bu holni qattiq zarba berish harakatining bu bir muhim tarkibiy qismi sifatida tashviq qilmoqda. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining bu vaqtdagi dokladida Xitoy kadrlarining bu xildagi majburlash xarakterli ziyorat faoliyatlarining Uyg'ur oilalari bahramand bo'lishga tegishli shaxsiyat huquqi, kundalik turmush hamda madaniyat haqlariga qilingan ig'ir daxli ta'ruz ekanligini ko'rsatdi. Hamda Xitoy hukumati atalmish qattiq zarba berish harakatini va barliq haq-huquq dafsandichiligini darhol to'xtatish shart deb xitob qiladi. Ramazon kelish oldida Uyg'urlarning diniy e'tiqod erkinligini o'z ichiga olgan umumiy vaziyati Amerika hukumatining kuchli andisini qo'zg'agan. Bu munosabat bilan Amerika Davlat Majlisi Xalqaro diniy erkinlik komiteti yaqinda e'lon qilgan bayonotida Xitoy hukumatining Uyg'ur musulmonlarga qarata bostirishni kuchaytirayotganligini ta'kidlab, Uyg'urlar yashaydigan Uyg'ur avtonom rayonining hozirgi vaziyati soqchi davlatiga o'xshab qolganligini, Xitoy hukumatining keng doiradagi cheklama siyosati va nazorat qilish sistemasi yurgizib, Uyg'ur musulmonlarining diniy e'tiqod erkinligidan iborat eng aqalliy insoniy erkinlikni inkor qilayotganligini, uning 15-may boshlanadigan Ramazon oyidagi diniy e'tiqod faoliyatlariga parokandachilik elib kelganligini ta'kidlagan.
Tövende radyomuz muhbirinin Uygurlarının manevi anısı Uygur Milli Davasının lideri hürmetlik Rabia Kadir Hanım bilen ilip bağlan sohbet programısını sunumuz. Rabia Hanım, radyomuza hoş geldiniz. Rahmet. Ve aleykümselam. Belki haberimiz vardı. Yakında kurulmakçı olan Şark Türkistan Müstakillik Hareketi Teşkilatı'nın tayarlıq komiteti kurup çıkan bir radyomuzun ismi Şark Türkistan Avazı. Bu radyo yeni kuruldu. Aldı bilen sizden soraydıqanım. Bizning bu radyodan kutilgan arzu ümitleriniz haqida qisqacha so'zlab bergan bo'lsangiz. Rahmet. Aldı bilen radyolarının kurulganlığını tebriklayman. Mübarek olsun. Radyolar kurulup bir Uygur'un ki anısı, lideri, peşkadem, davagarımız ve inkılapçımız da tonup radyolarda şu radyonu kurduk, televizyon stasyonu kurduk. Sizin bir baharınızı olaylı degininglarga bek rahmet. Çünkü ben turumdan yeni çıkan vaktimde Radyo Free Ayca Dolkun Kandiri Kudüs'le o şey sualını siz yeni çıktınız. Radyolumuzun fikriniz var degende ben ait şiraylık kaşınak tebrikligen. Ben radyolumlarının kurallığını tebrikleymen. Hem bu radyonun Uygur halkı için, Şarkı Türkistan için, vatanımız Uyguristan için özünün hakiki Türkçesini koşulgan bir teşvikat ornu buluşunu ümit kılmak. Rahmet. Aldı bilen sizning salomatligingizdan boshlaylik gapni. Hammadan bu ishga bek ko'ngil bo'ladi. Yaşınız 70'den aştı. Şundaqdimi hech qadamingiz to'xtamay dunyoga qarab yurib milliy da'vo qilyapsiz. Xalqimiz bundan bek suyunadi. Şuna bilen bir vaqtda yana sizning salomatligingizdan ansiraydi. Endi 70'den aşqan bir ana 10 saatlab aeroplan oturup o'qitda, bo'qitda yurib millatning davosini anglatish bu oson ish emas. So'ng oldi bilan o'zingizning salomatlik ahvoli, anandan keyin Ma'sudaga akamizniki salomatlik ahvolini qisqacha so'zlab berasiz xalqimizga. Rahmat. Ben aldı bilen bütün dünyadaki şu radyo aldı durup radyo tinchlikchi barliq xalqimga samimiy salom yollayman ve radyonu tinchimganlarga bütün xalqimga samimiy salom yollayman. Radyonu tebrikleşilen billah. Mening salomatligimdan hech kim endish qilmasin. Birinchi yaratgan Allah, ikkinchi Uyghur xalqining orzu, ümitleri, menden kutgan ümitleri xalqimning çoğum meni salomat tutib turdi. Hem bizim Uygurlar için etki vaqtida 72 yaş, 70 yaş degan çoğun yaş bo'lgan bilan mana Amerikanınki kongresini boshqarayotgan John McCain, Amerika prezident bo'layotgan Donald Trump ve Amerika'nın içindeki şu Demokrat Parti'nin başlığı anısı bo'layotgan Nancy Pelosi hanımla aldı 90 yaşını aştı, keyni 80 yaş kirdi. Demek bularning shundoq tajribasidan bütün xalq foydalanyapti. Shularning shundoq o'z xalqi, o'z vatani ve dünyanın tinchligi uchun ular har kuni harakat qilyapti. Demek o'zining taqdirini bütün dünyadaki xalqning hayotiga atagan yoki o'zining xalqining hayotiga atagan insonlarga Allah salomatlikni o'zi berar ekan, ham ömrünü o'zi berar ekan. Allah o'zining ömrünü ve xalqining ömrünü bütün xalqining bütün dava qilayotganlarning salomatligini bilan o'xshash yaxshi qism deb o'ylayman. Sidiq hojimi har kuni xalqaro xabarni kecha-kunduz anglab, Amerikaning yoki G'arbning yoki Xitoyning ichidagi siyosatlar qanday o'zgarish, Sharqi Turkistonga va Uyg'uristonga nisbatan qanday bir yangi siyosatlar bo'lyapti dunyoda. Uyg'ur xalqi siyosatlar nima qilish kerak, buni tadbirini qanday ilish kerak deb har kuni bu xabarni men mushaga chiqqandan beri bir kunni to'xtab qolmay kecha-kunduz xabar ishlab xalqiga Uyg'ur Today deb o'tib beryapti. Demak, yo'ldoshim Sidiq hojimi hargiz to'xtab qolgani yo'q. Chunki bizning nafsimizning to'xtashini, biz vatanimizning ozod bo'lganini
ko'rgandan keyin deb Allohdan tilovatimiz. Allah shu tilimizni ijobat qila. Har ikkimiz o'zimizning xalqimizning da'vosi qanday qiyinchilik tortishdan qat'iy nazar bo'libmi bu qitimga qurilgan lager toqashdan burun biz bo'sh qilishni xohlamaymiz. Vatanimiz ozod bo'lishdan burun bo'sh qilishni asla xohlamaymiz. Xudoyim bursa xalqimizning erkinlik uchun xizmat qilish bu bizning har minut, har sekundimizni salomatligimizni texnik yaxshilaydi, aqlimizni texnik taraq qildirdi. Biz xalqimizning kutgan umidini yerda qo'ymaymiz. Xalqimizning bizga bergan muhabbatini yerda qo'ymaymiz. Bizning bütün muhabbatimizni, hayotimizni, oilamizni, iqtisodimizni, o'zimizning eng go'zal yashashlarimizni xalqimizga otavatdik. Shunda bo'lg'achqa bizning go'zal hayotimiz, bütün ömrümüzdeki arzuyumuz, xalqimiz uchun bir soat, bir minut ishlasak, o bizning xo'shalligimiz deb qaraymiz. Aş lazerini bekali alırsak, aş lazerda azap tatlatkalarını kutuldura alırsak, bu bizim bağcımız, bizim arzuyumuz, bizim selametimiz deb qaraymiz. Şunda bo'lg'achqa biz hozir naiti yaxshi ketyapmiz. Hem her günü kolumuzdan kelguncha Uyg'ur xalqining da'voyini olib beryapmiz. Hem xalqimizga kolumuzdan kelguncha tashkilotlarga va xalqimizga o'zimizning ovozimiz bilan yetakchilik qilyapmiz. Rahmat. Allah tenonlarını selamet kılsın. Çünkü halkımız bu işe hakikaten Allah'ın köngülü bölüdü. Siz mi so'rab o'tdingiz mi lagerlar meselesini? Meqimning oyog'i ko'ryapmiz ki Uyg'urlarda zo'r bir uyg'onish bo'lyapti. Azaldan hech qanday bir ishlarga aralashib boqmagan Uyg'urlarning ko'ch-ko'chlarga namoyishlarga qatnashib va yoki o'zlari bilgan shakllarda Xitoyga norozilik bildiryapti. Siz bu neçkatin çoğun sorunlarda teklif ettiniz. Halkımız muşu yosunda mağalagan olsa, birleşip avazını dünyaya anlatılan olsa, inşallah bu lagerlar takılıdı deb işençlik bir gap kıldınız. Muşu işte siz çok ümitlismi? Yani lagerlar hakikaten takılamdı. Çünkü halkımız en zor köngül bilayotgan meselelerden biri muşu nöbette. Dünyada ahire düşmeydiğen zulüm yok bala. Firavun mu şunçilik yaratqa Allah'a kül teklif et mınlıgan, onlugan, milyonlagan adamlarını kırgan. Onun mu ahirini Allah-u Teala ile şundak güzel düşergen. Özünün cezasını bergen zaliminin zulümle. Hem de hazır Hitler mu şundak lagerini bir has bir milletke karatkan iş Firavun bilen Hitler'nin koldan kelgen. Has bir millet karışıymış dünya tarihinde 3. olup Uygurlarının dışarı geldi. Has Uygurlarının özünü kartıp, Türkiye milletleri de kartıp asas cihetten Uygur, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatarlarını tutup da balı. Başkalar karatmadı. Has şundak bir kan sesimizi kartıp Xitay hükümeti bu lagerini icat kıldı. Bu zulüm çektin açtı. Bunu dünya bilmeydiği yerde emas biliyorsunuz. Ben yukarıda dedim, menin halkım uygandı, lager çoğum azap buludu da. Menin halkım ezelden uygak. Lekin nurgun sebepler tüfeyle, küçükini biz bir kısmımız akımızda çekinip baksak, bir kısmımında baksak, muş iş hal olamı ki degen ümitlerinin hemmesini karıp taşlap emdi. Bir Xitay'dan hiç kandak ümitinin yoklarını, Uygurlu bolsa hemmesini öldürmen, Uygurlu bolsa oldu bilen Uygur. Andikin bizim İslam dini itikadımız, andikin milli kimligimiz, andikin tarihimiz, andikin sanat müziklerimiz, bütün medeniyetimiz bilen özümüzün bille küm bitimen digelligini hem Uygur 7 yaştan 70 yaşta tutuğunu yetti. Biz ittifaklaşış, bir işin birlikliş degenini kuruk şuar ağzımızda dep koymay, hakiki birbirimiz bilen mesleteşip, yol koyup, ittifaklaşıp, hem teşkilatlar koldan kelgen hizmetin birlik kılıp, bir-biri bilen dostane münasebet kılıp, bir-biriga xiris qilmay, bütün xirisni Xitoyga qaratsa, bizning lagerdagi qarindoshlarimiz ko'p vaqtga bormay ozod bo'lib ketadi. Chunki bizda u vaqtida kuch birligi bo'ladi. Men chiqib yolg'iz qilaman desam bo'lmaydi. Yana bir chiqib yolg'izmish to'timiz qilaman deb bo'lmaydi. Yana bir chiqib yolg'iz men 5 qil. Sen qo'lingdan kelgan, sen qilolmaganni men qilay, men qilolmaganni sen qil.
maqlanmagani maqsad hammamizning qo'limizdan kelgancha to'liqlasak bo'ladi. Shuning uchun ziyolilarimizni men shunga chaqiraman. Butun dunyodagi ziyolilar hozirgacha 5-chiga tiqib olgan. Bu qitib o'tirg'i chiqdi, ya'ni yetarli emas. Bizning ziyolilarimizning akademik degan tashkilotlar qurilgan. Yana boshqa tashkilotlar va shoirlar, yozuvchilar qurilgan. Hammasi mush lagerni qutuldirish uchun o'zining qo'lidan keladigan o'xshamagan harakatlarni maydonga chiqish kerak. Ham uningdan keyin mush Uyg'ur xalqining chet elda mush Uyg'ur davosiga fitli qashon bo'layotgan ko'rinishlarni va Uyg'ur davosiga fitli qashon bo'lib xalqarada kat ko'rinadigan ishlarni chiroyli tashviq qilib, bularni to'g'ri yo'lga yetaklash kerak. Bu bizning ziyolilarimizning, o'lmalarimizning va oldingi hisobdagi arboblarimizning majburiyati. Yolg'iz mening yoki bir necha odamning majburiyati emas. Hammadan bak bizni yetaklaydigan bizning ziyolilarimiz, o'lmalarimiz uyqusini ichib bizni yetaklash kerak. Biz siyosiy jihatdan ularni o'zimizning qo'limizdan kelganlik ularni yetaklashimiz kerak. Mana shunda bo'lgan vaqtida biz butun dunyoni uyg'ota olamiz. Har qaysimiz o'zimizning qo'ldan kelgan narsa bilan bir qozonga hamma narsani tashlagan vaqtida to'shidi. Bir tal narsani tashlab qaytib qo'ysin, suvsizlik qoladi. Shuningdek bir ish bo'ladi. Men birsi bu sababdan mush Uyg'ur xalqining hammasining hozir ittifoqlashayotgan, endi hammasining butun hamma narsaga namoyishlarga jiroq yaqin demay mushundaq o'ylarni tashlab hammasi boshqa chiqayotgan ko'rinishlar qarab Xitoy lagerni Xitoy azaldan 49 yildan mushu 70 yildan beri bizni besibag'andan tortib hozirgacha Xitoy bizni to'xtamay qirib keldi. Qirvatqa odamlar ozimiz hozirgidan kamlab qolgani yo'q. Masalan, madaniyat inqilobi 57-yili, 54-yili, 51-yili, bundan keyingi vaqtlarda Xitoy hukumati o'xshash qilib keladi o'yinlarni. Lekin oshkora niqobni ichib, mushundaq butun dunyoga o'zini chiqib qilgani ma'lum. Lekin Xitoyning mush oshkora qilganligi, Xitoyning o'zi bizning Uyg'urlarni birlashtirish, bir-birini afu qildigan darajaga akilish, bir-birimizni qutuldirib qolayli, o'zimizni qutuldirib qolayli deydigan yerga akilish, Uyg'ur xalqining har birisining dunyoni uyg'otish ideyaga akilish, Uyg'ur xalqining uyg'onishini, Xitoydan qutulishining eng zarur ekanligini tunib yetishni Xitoy hukumati o'zi maydonga ochdi. Bizning xalqimiz dast o'rnidan turdi. Ostilab mushunda qirg'inchilik qilgan vaqtda xalqimiz uyg'onmagan, uqmagan. Onu o'ltirib qolsa, ma qilamizki, mani o'ltiramiz. Masalan, bir nima xintir deydigan bir qaym xintirmi, nima xintir deydigan saqchivat shuni ko'rib o'ltiribdi. Nurg'un odamlarni tutgan odam ashundaq saqchining saqchilarning ichida siyosiy ishga mas'ul, siyosiy mas'ullarni maxsus so'roq qilgan, maxsus shularni tutgan saqchilarni pensiyaga chiqsan deb o'qillarni berib, har xil kasallar bilan o'ltiribdi. Nurg'un saqchilar yesh to'shqan 45dan oshgan, 50 yoshdan oshgan Xitoyning o'zi uchun ishlaganlarni o'ltiryapti. Xitoy o'zi ishlaganlarni o'ltiryapti. Ishimiz zodi Uyg'urning ko'ndek Xitoyning orzusi ekanligini Uyg'ur xalqi tushunib ketdi. Shuna Xitoyning pichoq sunakka yetkizdi. Yetkizganlik uchun Xitoyning mushu o'zining Xitoyning o'yg'ong'ini bizni o'yg'otdi. Xitoyning Uyg'urni yo'qotmay o'yg'onda mush Uyg'ur deganning mushu bizning davlatimiz bo'lgan. Biz oshi devletimizin yerlik milleti. Herkes Cumhur'un zemininin yerlik milleti emez. Biz Cumhur zemininin indigenous people emez. Biz Şarkı Türkistan'ın devlet kurgan yerlik milleti. Şunda boğallığımız üçün Xitoy hükümeti hazır özümü muş lagerni ekirip koyup nemi kılışını, ayıkını kandak düşürüşünü bilmeye batıdı. Biz yana özümüzle oyganmadık bununla. Bütün dünya Uygur degenge oygandı. Bu bir lager, bu 3. dünya, ben bilgen dünyada 3. kıtım, bu şundak bir millet kartılgan lagerinin boğalığını bütün dünyanın közü körüp tuttu. Bütün dünya oygandı, hem bu şunun kandak yardım kılıç doğruluk, hem devletlerde tedbir kolunulatıdır. Mesela ben Hollandiya'da sözleştim, Fransa'da sözleştim, Avustralya'da sözleştim, Avrupa Parlamento'da sözleştim, Amerika Kongresi'de sözleştim, Amerika Taşlı İşgal Ministeri'de sözleştim, kişilik hukuk teşkilatları bilen sözleştim. Hemmisinin ahuzları bizim tüvenimez.
bizden mi artık urvatıdı Uygur için etkanda. Uygur bop özgürüp durup sözlevatıdı bizim aldığımızda. Demek menin halkımның birinci Allah ondan karşı aldığımızdan kelvatıdı. Bütün dünyadaki adaletperver insanların bizge kılan yardımı bilen hem Uygur halkının özünün uygun işi bilen bu lagır uzun kalmay takat ketidi dep işinme. Rahmet. İnşallah sındaq bolğusu. Bayı siz şu ittifaqlıq birleşiş haqqında sözləb ötdünüz. Bu təşkilatlarınki birleşiş haqqında. Bu hakikaten o çoğun bir tema. Hem halkımız ciddi münazir qılayotgan bir tema. Hem adam şundaq boluşunu xalaydı. Ama reallik şu ki bu iş o kadar asan işe aşmaydigandek qıldı. Bu işte yani bu işni amalga oshirish uchun menimcha sizga o'xshash bir liderninki haqiqiy bir oqilgan bir plan tuzib yetakchilik qilib bu ishga bir turtkilik rol o'ynasam shu tashkilotlarniki ittifoqlashida amalga oshishi mumkin deyman. Sizning bu jihatda bir konkret planlaringiz bormi? Masalan, hozirgi holatda ularga quruq shuar tug'ilgan bilan balkim bir gap bo'lishini atayin. Yani sizga o'xshash bir lider yetakchilik qilsa bu ishga. Chunki xalqimiz o'z ishidan chiqarib da'vatda hozir bu tashkilotlar, ma tashkilot deb o'z oldiga ish qilgandan mumkin bo'lsa ham Uyg'ur ovoz berib bir Uyg'ur parlamentidek bir nimani qurib chiqsak, shu orqali bir hukumat funksiyasini o'ynaydigan bir haqiqiy Uyg'urga vakillik qilgan bir tashkilot qurib chiqsak, shunda hamma Uyg'urlar birlashgan bo'ladi degandek bir sadolar bor Uyg'ur orasida. Sizning shu tashkilotdan to'g'ri bo'lam. Uyg'ur xalqining bu sadolarni men anglab turibman. Bu mening sadorim. Bir Uyg'ur bo'lish suhbatim bilan o'zimning lider ona bo'lish suhbatimni oyoqqa olib qo'yay. Butun dunyoning sadori. Vatandagi azob chekayotgan Uyg'urlarning sadori. Shuning uchun men ishonamanki, men o'zim birinchi qatim Oliy Kengashni Amerikada ochib, shunday bir birlashtirish etmoqman. Bütün dünya Uygur davasının astığı kelgan. İkinci qıtib Oliy Kengashni açıdığı vaqtimda o Dünya Uygur Qurultayı öktüçülerininki o'tirg'i chiqqandan keyin men yana shu da'vo ishkiga bo'linib ketmasin deb bu Oliy Kengashni bekor qilib qurultayning oliy rahbari bo'lib belgilanib, ya'ni ittifoqlashib o'taylik, bo'linib ketmaylik deb buni yo'lga qo'ygan. Lekin u ish u mening maqsadimdek bo'lmay qoldi. Yana parchalanib ketish ahvollari ig'ir dunyoda Uyg'urlarningki. Biroq ig'ir bo'lgan bilan har qanday cho'ng Uyg'ur masalasiga kelgan vaqtida yana bular birga kelyotdi. Men bu qitimki Belgiyada etilgan 5000 kishilik namoyishda o'zingiz ko'rdingiz, umumiy xalq o'zi fontandek etilib, mayli undaq bir-biriga qarshi olsun, mayli qarshi olmasin, hamma tashkilotlar birga keldik. Bir yerda shu namoyishni etdik. Shu lagerdagilar bizni bir yerga akeldi. Shu lagerdagilar bizni chaqirib akeldi. Vatandagilarning ko'z yoshi bizni bir yerga akeldi. Biz dunyoning hammasini yantirdik. Demak, Uyg'urlarning axloqiy yetilganligining isboti bu bo'lam. Mayli Amerikada bo'lsin, mayli Kanadada bo'lsin, mayli dunyoning hamma yerida, bütün hamma yerdagi namoyishlarni qo'rsak hozir 5000 dan eshib ketadi. Shundaq namoyishlar shundaq chiroyli ochildi. Hammasi shundoq birlikka keldi. Demak, Uyg'ur o'zi birlikka keldi degan gap. Endi tashkilotlar masalasiga kelgan vaqtida men 3-qatimliq Oliy Kengashni dunyoga e'lon qilaman. Xudoyim bursa yaqinda shu Oliy Kengash yig'inida hamma tashkilotlarni bir yerga akilib, bularni bir yerga ittifoqlashtirib, bir tashkilotni umumiy tashkilotlarning ustidan yetakchilik qiladigan imkoniyatga erishtiralsam, ashuni men bir lider, bir ana hem anadaki sizlarninki uzundan beri arzu qilgan onangla men bu nurg'un badal to'lagan mening oxirgi talablarimni o'rindanglar deb men shunday birlashtirish o'yim bor. Haqiqatan bu ishni qilish uchun biz mentimin a'lo va Kaliforniyadagi, Amerika Washingtondagi, Turkiyadagi olmalarning ichidagi ba'zan olmalar bilan ve ba'zan siyosiy olmalar bilan ba'zan ziyolilar bilan biz o'rtaklashib yaxshi bir plan tuzdik. Shu planimizni yaqinda e'lon qilamiz.
men bir oliy kengash içip hammaylarni bir yerga akiliman, biz ittifoqlashib, hamkorlashib bir tashkilotning ostiga uyushamagan taqdirda bir siyosiy yetakchining ostiga uyushib hamma tashkilotlar o'zining taqsimoti bo'yicha ish qiladigan bir holatni akilimiz deb tayyorlik qilyapmiz. İnşallah bu tayyorligimiz amalga ishib qoladi. Buningga menimcha hech qanday tashkilot qarshi chiqmaydi. Hech qanday tashkilot buningga kelmayman demaydi. Agar buningga qarshi chiqib, mening mush oliy kengash ekib ittifoqlashtirishimga qarshi chiqqanlar yoki kelmayman deganlar o'zi Uyg'urlarning orasida bo'lgunchilik nomini ep qoladi. Shuning uchun hammasi to'liq qatnashib, bir-biri bilan quchoqlashib, lagerni ozod qilish uchun birlik keladi. Vatanni ozod qilish uchun birlik keladi. Akadiki tuqqanlarni, qarindoshlarini ozod qilish uchun birlik keladi deb o'ylayman. Chunki bu qitimqi lagerga urug' tuqqanlari solanmagan, hech qanday tuqqanlar tutilmagan. Siyosatchilar bor, ziyolilar bor. Shularning yurki yara. Tutib ketami, tuqqanimni o'zim tutib ketami deb. Ham shularni qolgan do'st ya og'ayinlar uchun ko'zlari yosh. Shuning uchun men butun Uyg'urlarning bu qitimqi men ochadigan oliy kengashda yaqinda e'lon qilaman. Shu oliy kengashda birlik keladi deb qarayman. İnşallah bu nəhayət yaxşı bir plan bo'libdi. Agar hamma ish siz planlagandek bo'lsa, xalqimiz umid qilgan cho'ng birlik, ittifoqliq amalga oshishi mumkin. Bu men planlagan plan, yolg'iz men planlagan plan emas. Bu nurg'un ziyolilarning menga bergan maslahatlari bilan nurg'un ziyolilarimiz bosh qo'shib, nurg'un ziyolilarning fikrini birlikka akilib, nurg'un o'lmalarimizning fikrini birlikka akilib, anandaki planlagan plan menimcha bu tashkilotlarning menga bergan takliflari shuning uchun bu amalga oshadi deb qarayman. Bu yerda bir savolni qistirib o'tgan bor. Boya siz deb o'tdingiz, qurultaydagi o'qituvchilarning gapini. Bu cho'ng birlikning gapi bo'lib o'tibdi. Hozir bu qurultayga shu o'qituvchilar yetakchilik qilyotdi. Sizcha shunday bir ishga keladimi ular? Keladi demişqa, ularning bir inqilobchi, ularning hech qachon kelmaydigan ish yo'q. Ular men bilan yaxshi ishlayapti. Yaxshi. Yana bir savolim, siz shu belgiyadagi cho'ng namoyishda ko'pchilikka jaqa oldingiz, ya'ni yaqinda Amerikada yoki Oqsaroyning oldida yoki BDTning oldida ochliq e'lon qilinadi deb. Buni qanday qo'ydingiz? O'zingiz yolg'iz qilmoqchimi yoki Uyg'urlarni? Men bu ochliq e'lon qilishni va butun dunyodagi odamlarni ochliq e'lon qilinglar deb chaqiriq qilmayman. Chunki o'zim Oqsaroyning oldida chunki yolg'iz e'lon qilishimdagi sababim men ko'pchilik o'zi agar men shu chiqaman degan kuni xohlab o'zi chiqib o'z turayotgan hukumatning oldida shu hukumatni harakatga keltirish uchun ochliq e'lon qilaman desa, o'zining ixtiyori, men alayda butun dunyoni ochliq e'lon qilinglar deb tashkillamayman. O'zim chiqib Oqsaroyning oldida mush Uyg'ur xalqiga Amerikaning va Amerika taklif berib Birlashgan Davlatlar Tashkilotini mushu Uyg'ur masalasiga aralashtirib, lagerni taqish to'g'riliq. Hozir men cho'ng masaladan tushmayman. Yani bir müstakillik, yani bir avtonomiya deganga aralashtirmayman buni. Hozir butunlay mening xalqim baribir bir kuni mustaqil bo'ladi. Hozir faqat mushu lager va mening o'zimning farzandlarimning ismi ham lager, ham mushadi qo'lga ilingan ziyolilarimizning, dangliq muzikantlarimizning, dangliq diniy olimlarimizning rasmlarini qo'yib chiqaman. Buningga men saqchiga kirimib qo'ydim. Qachon menga chunki men bir 15 kunlik so'rgan, ya'ni men balkim 10 kun bardoshlik bera olmay, chunki suvni ichmay, tomoqni yemay butunlay ashundaq uzil kesil andaq talab qilgan bo'lgandikin men uningga balkim ya 10 kun 70 yoshib qolgan bo'lgandikin ya 10 kun bardoshlik berishim mumkin, ya 8 kun shu 15 kunlik vaqt oldim. Shu 15 kun deganga Oqsaroyning oldida undaq turish yomon taskan vaqt, o'rin berib taskan. Shuningga u haqlardan apaytman elvatimiz aşı ruhsatni bergandikin men dunyoga e'lon qilaman. Menimcha Uyg'urlarimiz sizni yolg'iz qo'ymaydi. Balkim bu ishda bildi bo'ldiganlar oz bo'lmasligi mumkin. Yana bir savolim,
Siz o'tgan yilgi favqulodda qurultayda oliy rahbar bo'lib saylangandan keyin ba'zi g'ayriy ahvollarga dushlaydigingizni ko'ryapmiz. Masalan, har yili muhim kunlarda oddiy bir misol Erkin Asiya radiosining muxbiri kelib sizga so'z beradi, sizni ziyorat qiladi. Ammo bir g'ayriy ahvol ko'rilyapti hozir. Bu intayin muhim kunlarda xalqimiz sizning ovozingizni anglashni xohlaydi, ammo bu radiodan yoki boshqa bir mediadan oldingizga shu muhim kunlarda muxbir kelmayotdi. Shunga siz ovozingiz bo'g'ilgandek his qilyapsizmi hozir? Bundaq his qilmadim. Balki bu radio üzəmdimi bağdı ya radio məmini tapamay qalğandı. Yoki radiodikilərinin özü şunu hazır yeni rəhbərlər bolğandıkın bundaq tərtibni burun ba tərtibdən oxumay qalğan buluş mümkün. Oxuşulub qala dep oylayman, mening ovozim hər gizmi boğulmaydı. Radio free aydadım bu üzəmninki farzandlarim alim Seyitib olsun, Mehmet Cümer olsun, onun içdeki ballar olsun. Köpləri mən üzəm tərbiyələt yetildirgən ballar. Onda boğaşqa radioda mening ovozimning bo'g'ilib qolishini ishonmayman. Ham uning ustiga Amerika meni intayin qo'llaydi. Amerika mayli hukumat olsun, mayli parlament a'zolari va tashkilotlar bo'lsin, mening bu ovozimning bo'g'ilib qolishini bularni xohlamaydi. Shunda boğaşqa men o'zimning ovozimni bo'g'ildi deb qaramayman. Hozir Facebook bu dunyodagi tashviqot aslahalari nihoyatda taraqqi ketgan boğaşqa bir yerda chiqib bir yerda chiqyapti. Menimcha radiomu undaqmi o'ylab ketmagan, balki o'zimdimi bordi, baldan yetishmay qolgan vaqtlarim bordi. Men buning uchun bunday ishlarda o'zimga diqqat qilaman. Rahmat. Yana bir savol, shu o'tgan yil saylan bo'lgandan keyin siz oliy rahbar bo'lib saylandingiz. Qurultayga yangi rahbarlar saylandi. Sizce hazır qurultayning xizmatlari yaxshi ketyaptimi? Yaxshi ketayotgan bo'lsa qaysi jihatlardan? Agar yana kamchiliklar bo'lsa, yaxshi qilinmayotgan taraflar bo'lsa qaysi taraflardan sizce? Men endi qurultayning oliy rahbari bo'lib saylandim. Meningcha qurultayningki xizmatlaridan men hozirgacha doklad qilib boqmag'achqa, men bularning nima qilayotganini uqolmay qoldim. Mushu sirtdan kuzatishimcha xeyli yaxshi ketyapti deb qarayman. Rahmat. Anlasak bir əslimi yazıb etirsiz. Bu əslime Uygurlar üçün intayin muhim əhmiyyətli ilgi oluşu gerek. Onun da belki biz anlamagan, bilmeyen əslərini öğrenilişimiz mümkün. Bu əslime qaçanınlarak yani halkımız olan yüz görüşüdür sizce? İnşallah 2 yılda tutub çıqadayımız. Şunundaki bir Hristiyanlıq kökəslab qancha nəşriyyatlarını tep orlaşdırmamız onu bilməyimiz herhalde. 2 yılda biz bunu fikrimiz dep oylayapmız arxudan işkimiz. İnşallah. Ama bazen dostlarımızın bunu tahrirlaydı o tefe. Körüp çıkıda bir neçə yazgıçılarımız, alimlerimiz közden keçirdi. Rahmet. Bu ahırda halkımızga deydigan bir yürek sözlerimiz bolsa anlasak. Endi men bütün Şarkı Türkistanlık Uygur kardeşlerimle yanı bir kıtım samimi salam yollayma. Aldığımızda Ramazan kelibatıdı. Ramazan'da olanın bütün tileklerinin icabet buluşunu Yaratka Allah aşılağırdaki bütün Uygur halkının, Şarkı Türkistanlık halkının meyli Kazak, meyli Kırgız, meyli Özbek, meyli Tatar hemimiz bir millet meyli kandak bulmuşsun. Muşu tatvatqa azapını ortak, tarixten bir ortak tatip keldik. Şuna aşılarının hemmisinin uruk tıqqanlarının erkin, azadı bir erkinlik çıkışını, çiçek narisiydi ballarının ata-analары bilen öz arzu armanlarını yükşini, çet eldeki azap tatip tıqqanlar üçün jığlavatkan karındaşlarımның hemmisinin tıqqanları hatırcamlıkı erişini, hemmisinin konu hatırcam buluşunu Allah'ın sorayma. Şunun bilen bütün dünyadaki qarindoshlarımızın hemmisinin ailesidagi baxt saodatlarının asliga kelishi, hem shularning tan salomatligining yaxshi bo'lishi, hamma Uyg'urning o'zini qutuldirish uchun otlanib, hammasining bir-birini kechirimchanlik bilan kechirib, mush davoni muvaffaqiyat etib berib, vatanimizni ozod qilib, tinch bir xotirjam, qo'rqmaydigan bir hayotga erishadigan
bir kunga erishishni Allohdan so'rayman. Shuning bilan birga hamma qarindoshlarimga duo qilaman, hamma menga duo qilsin. Samimiy salom yo'llayman. Mening qarindoshlarim, mening hozirgi tatiyotgan kunlarimni qanchalik biladi, qanchalik bilmaydi men uqmayman. Men Uyg'urning davosini qilish uchun menga qanday narsalar ketadi, qanday narsalar bilan men da'vo qilishim kerak. Men da'voni yaxshi men emas, biz va mening atrofimdagi men bilan birga da'vo qilayotganlar uchun nima ishlar ketadi, hamma xalq to'liq biladi. Shuning uchun butun Uyg'urlarimning mening ettirayotgan da'voyimga, mening atrofimda meni qo'llab, mushu Uyg'ur lagerini qutuldirish uchun safarbarlikka otlanganlarga yordam qilishini va qo'llashini, bizga duo qilishini, hamkorlashishni umid qilaman. Ko'p rahmat Rabiyana. Vaqt chiqarib bizning radio suhbatimizni qabul qilganingizga, bizimiz sizning teningizga salomatlik, oilangizga xotirjamlik tilaymiz. İnşallah oldimizgi filmlarda yana o'xshamagan temalarda siz bilan suhbat o'tkazishimiz mumkin. Yana bir ko'rishguncha omon bo'ling. Xayr, Allohga omonat. Rahmat, Allohga omonat. Hörmətli radio anlıcı qarindaşlar, bugünkü programımız bu yerdə axırlaşdı. Başqa bir proqramda görüş ümidi bilan xeyir xoş, Allohga omonat.